Faqatgina plus o'zi bilan bo'lmadi, adashmasam. Buni mana bundoq qilib turib solutionda nima deyishibdi o'zi? Xo'p, solution aytish bo'yicha, demak, bo'ldi, tushunarli. Ularni solutioniga ko'ra biz mana bu yerga foiz 0 qo'shishimiz kerak. Foiz 0 nimaga teng? Hozir ko'rsaman buni. Pastroq tushirgan bo'lsak, foiz 0 teng hech narsa. Ya'ni bu 0 bayt. Ya'ni orada bitta space hozir tanlagan narsam space bo'lsa, bo'sh joy. Bu xuddi o'shanga teng. Endi bu yerda biz 0 bayt kiritamiz. 0 bayt bu adashmasam URL enkod ichida. Xo'p, qabul qilgan paytida aytganimdek bir marta dekod qiladi. Hozir ko'rganimizdek, men plus qo'yib jo'natdim oldingi safar, lekin orani ochib qo'ydi. Endi plusning o'rniga biz bu joy bo'sh deb turib 0 bayt qo'ysak bo'ladi bitta. Bo'ldi, orasi ochiq deb. Buni qabul qiladi. Qabul qilgandan keyin dekod qiladi, dekod qilib yuklab yuboradi, lekin qabul qilayotgan paytda buni mana fayl deb qabul qiladi. Aslida mana bu bo'ladi. Ishga tushiraman. E'tibor bergan bo'lsak, endi bu safar qabul qildi degan dekod qilgan paytda o'tgan safar nima qildi? O'tgan safar bu yerda plusdan keyin yoki bo'lmasa orasi bo'sh joy pg bor edi. Mana bunga o'xshagan. Endi bu safar bo'lsa yo'q. Bu degani demak biz fayl xavfsizlikni aylanib o'tdik. Kirib ko'rsak bo'ladi endi. Ko'rishimiz mumkin, shellni muvaffaqiyatli yukladik. Bu yerda tushuntirilgandek, fayl nomini PHP qabul qilmadi. Rasm yuklayotgan paytida orasiga 0 bayt qo'shib yubordik. 0 baytdan keyin orasi ochiqligi uchun URL enkod nimaligi tushuntirilgan. URL enkodda orasi ochiq bo'lgan bo'lsa, URL davom ishlamaydi. Faylning nomi ishlamagan hisobiga haligi fayl davomida .jpg bor edi. Bu ham ishlamasdan qolib ketdi. Shuning hisobiga faqatgina shell PHP ni o'zini yukladi va xavfsizlikni aylanib o'tdik. Bu safar ham demak nima qilishimiz kerak? Shartiga ko'ra home carlos fayl ichidagi secret degan faylni olishimiz kerak ekan. Cat mana bu execute. Xuddi shunday qilib veb-saytga fayl yuklayotgan paytda xavfsizlikni aylanib o'tsak bo'ladi. Aslida mana bu yerda faqatgina 5 ta turni ko'rsatgan. Uni demak 4 tasi xavfsizlikni aylanib o'tish uchun. Aslida 6 tadan ko'p xavfsizlikni aylanib o'tish usuli bor. 6 ta, undan ham ko'p. Masalan, aytaylik, hozir biz fayl yuklayapmiz. Fayl yuklayotgan paytimizda birinchi nomiga qaradi, extension turiga qaradi, fayl turiga. Biz nima jo'natayotganimizga qaradi. Xavfsizlik shunga qarab sekin-sekin ortib boradi. Birdaniga ham bunisiga qarash mumkin, fayl turiga, ham nima jo'natayotganimizga qaraydi, ham uni hajmiga qaraydi, ham turiga qaraydi, ichida nima borligiga qaraydi. Va yana bittasi bizni mana bu yerda menda DVA pastki chiziqcha ml png fayl, ya'ni rasm bu. Rasmni notepad orqali ochib oldim, shunchaki tekst ochadigan faylni. Ochib olgan paytimda bu yerda foiz png degan narsani ko'rishimiz mumkin va fayl turi png. Hozir men tushuntirmoqchi bo'lgan narsa bu. Xo'sh. Fayl signature. Mana bu narsa. Bu fayl nimasi? Turi. Signaturasi, ya'ni faylni nimaligini bilib bergan narsasi. Masalan, aytaylik, mana bu yerda har xil narsani ko'rishimiz mumkin. Masalan, aytaylik, HEX bo'yicha turi yoki bo'lmasa ISO mana bu raqam bo'yicha turi. Endi bu yerda ko'radigan bo'lsak, bizda demak o'zimiz biladigan fayl turini aytaylik. Masalan, aytaylik, bizda GIF fayli bor. GIFni biz masalan aytaylik sinab ko'rsangiz bo'ladi o'zingiz. GIFni biz text faylni ochib ko'rsak, eng bosh harfi GIF yoki mana bunaqa yozuv bo'ladi. Eng birinchi harfi mana bunga o'xshagan. Eng bosh harfi. Ya'ni bu faylni qanaqa turligini aytib qo'yadi. Hozirning o'zida bu narsa header deyiladi. Ya'ni masalan aytaylik, bu ma'lumot va ma'lumotning boshida u qanaqa ma'lumotlar haqida header bo'ladi, ya'ni qo'shimcha ma'lumot. Bizda masalan aytaylik png faylmi, bu png deb qo'yapti boshidan. Qaysi fayl ochishligini ko'rsatib. Masalan aytaylik, ozgina pastga tushamiz. Bizda masalan aytaylik jpg fayl bor. Va jpg faylni eng boshda demak hozirga o'xshab mana bu yozuv bo'lar ekan. Yoki bo'lmasa yana ozgina pastroq tushsak. Bizda masalan aytaylik Windows ishlatadigan
dasturlar bor va xuddi shu dasturlarni demak bosh harfi katta MZ bo'lar ekan yoki ZM. Bu yerda ham zip yoki bo'lmasa boshqa fayllarni ko'rishimiz mumkin. Boshi pk yana nimadirlardan boshlanar ekan. Ya'ni bu yerda veb-sayt masalan aytaylik, bizni yuklagan narsamizni tekshirayotgan paytda shunaqangi xavfsizlik kuchli bo'ladiki, har bitta yuklayotgan narsasini tekshiradi bosh harfini. Bosh harfini tekshiradi, boshidagi header nimaligini ko'rsatsa, masalan aytaylik, hozir men qancha PHP yuklashga harakat qilsam ham, qancha PHP yuklashga harakat qilgan taqdirimda ham, masalan aytaylik, u PHP ning ichini ko'rish mumkin. PHP ning ichini tekshirib olish mumkin va qabul qilmasligi mumkin. Endi biz buni png deb masalan aytaylik, hozir nomini o'zgartirib jo'natdik, .jpg qilib. Endi veb-sayt agar xavfsizlik kuchli bo'ladigan bo'lsa, uni txt faylni hozirgiga o'xshab ichini ochib oladi. Va qarasa, demak, u yerda hech qanaqangi jpg fayl turi, ya'ni rasmligini bildiradigan hech qanaqangi header yo'q. Header bo'lmagan hisobiga u qabul qilmaydi, ya'ni xavfsizlik kuchli. Shu darajagacha yaxshilab tekshirib olishadi veb-saytlar xavfsizlik kuchli bo'lgan bo'lsa. Xuddi shu narsalarni ham o'zgartirib, masalan aytaylik, buni PHP fayl yuklab, PHP faylning eng boshiga mana bu yozuvni qo'yib qo'ygan taqdirimizda, masalan aytaylik, PHP ni aylantirishimiz mumkin. Masalan aytaylik, hamma narsasini o'zgartirdik, ishladi, lekin baribir olmadi veb-sayt. Ichiga kirib, mana bu headerlargacha o'zgartirib chiqishimiz mumkin ba'zi holatlarda. Yana ba'zi fayl upload zapravkalarida remote code execution olish uchun, masalan aytaylik, biz fayl yuklayapmiz. Fayl yuklagan paytimizda orasini mana bunaqa g'alati tushunarsiz yozuvlar ko'rishimiz mumkin. Veb-saytni qabul qilib oladigan qismi, rasmni qabul qiladigan qismi da ba'zi zapravkalar bo'ladi. Biz mana bu yozuvlarning ichiga o'zimiz kodimiz bemalol qo'shib olishimiz mumkin. Qanaqadir veb-saytning kodlari, xuddi shularni yuklab olishimiz mumkin va ba'zida ishlab ketib qoladi. Shunaqangi xavfsizlikni aylanib o'tish usullari ko'p, lekin yomon tomoni biznikilar shunchaki fayl yuklaydi, yuklolmasa bo'ldi, shu bilan tugadi. Lekin aytib o'tganimdek juda ham ko'p usuli bor xavfsizlikni aylanib o'tishni. Xo'p, endi buni xavfsizlikni oldini olishga keladigan bo'lsak, dasturchilar juda ham yaxshi biladi, mendan ko'ra tushuntirishim shart emas. Demak, qabul qiladigan narsasini yaxshilab tekshirib oladi. Va bitta narsa xavfsizlik uchun juda ham zo'r narsa, ya'ni shell yuklandimi, biz birorta fayl yukladikmi, fayl yuklayotgan paytimizda uni qayerga yuklagan iloji boricha umuman bilmasligimiz kerak. Yoki bo'lmasa fayl qabul qilib oldimi veb-sayt, uni nomini o'zgartirib tashlash kerak. Nomini o'zgartirib tashlasa, biz uni qayerda turib, nomi qanaqa umuman bilish iloji yo'q va umuman kira olmaymiz. Nomini bilmaganimizga topa olmaymiz, topilmagandan keyin u narsaning keragi yo'q. Xo'sh, xuddi shunaqa qilib xavfsizlikni oldini olish mumkin. Kelib chiqish sababi ham xuddi shunaqa.